Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ko'rishlaring mumkin. Sizlarga katta o'lchamda ham gilomlarni juda ham katta chegirmada qo'yib beraman dedim. Ko'rishlaring mumkin, bozorlarda 5,5 million so'mgacha sotilgan gilomlarimiz hozir 3 million 600 ming so'mdan. Buni sharti bizga obuna bo'lishlaring kerak. Mana shu videomizga like bosgan bo'lishlaring kerak. Chegirmamiz muddatini juda ko'p qilib beramiz, chunki soni chegaralangan gilomlarimizni chegirmamiz muddati 20-maygacha. Naq 5 kun ichida kelib, xohlagan o'lchamlaringda 3 ga 3 dan tortib 4 ga 9 o'lchamigacha kelib xarid qilsalaring bo'ladi. Gilomni bitta ko'ringlar. Gilomni uzunligini, qalinligini ko'rishlaring mumkin. Gilom shu narxga o'ta ham o'zini puliga arziydi. Samarqand sak zavodida ishlab chiqarilgan, qalinligi ham, vazni ham ancha og'ir bo'ladi gilomda. Olsalaring bemalol 20 yilgacha xizmat qiladi, eng kamida. Qalinligini ham ko'rishsin. Mana ko'rishlaring mumkin, orqa etiketkalarini ham Samarqand sak zavodida ishlab chiqarilgan. Buni 3 ga 3 o'lchamidan 3,5 ga 8 o'lchamigacha, 4 ga 4 o'lchamdan 4 ga 9 o'lchamigacha bor. Rasvetkalarini kelib o'zlaringning uylaringga mosini tanlab olsalaring bo'ladi. Bundan tashqari yana 3 xil guli bor. Kelib o'zlaringga yoqqan svetini olsalaring bo'ladi. Bu ham hozirgi kunda eng ko'p sotilayotgan guli. Bundan tashqari sal o'rta kachistavadagi gilomimiz ham bor. Buni narxini bozorlarda 3 million so'mgacha sotyapmiz. Hozirgi chegirmamizda atiga 2 million so'm. Bunisini ham o'lchami 3,5 ga 7 metr bo'ladi. Buni ham yana 2 xil, 3 xil rasvetkasi bor. Uni o'zlaring kelib tanlab olsalaring bo'ladi. Bu o'rtadagi rasvetkasi. Bunda sal bundan ochiqroq sveti ham bor, keyin bundan kirchimol sveti ham bor. Bu ikkinchi guli, bu ustidagi gilomimiz. Buni narxi 2 million so'm. O'lchami 3,5 ga 7 metr bo'ladi. Bu ikkinchi guli bo'ladi. Bu sal kirchimolroq so'raganlar uchun ko'p yuriladigan xonalarga yoki tez kir bo'ladigan joylarga solsalaring bo'ladi. Buni sal kirchimol, lekin gullari vobshe chiroyli. Ikkita lyustrasi bo'ladigan bo'lsa, uylaringda shunday ikkita lyustrasiga gullari ham tushadi, guli ham o'rtada ikkita bo'ladi. Buni ham xohlagan o'lchamlaringdan qilib beramiz. Buni ham kelib bemalol xarid qilsalaring bo'ladi. Manzilimiz Farg'ona shaharida, Farg'onaning o'zida. Aniqroq ma'lumot olish uchun telefon nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Yoki lokatsiyani yaxshi tushunadiganlarga lokatsiyani tashlab ham beraveramiz, o'zi belgilab ham qo'yganmiz. Bu eng pastda ko'rsatgan gilomimi ikkinchi rasvetkasi bo'ladi. Chegirmamizning muddati atiga 5 kun kelib gilom olmoqchi bo'lganlar chegirmadan foydalanib olsalaring bo'ladi. Gilomimiz og'irligidan aqabaqa qilish ham qiyin bo'lib ketadi. Bu ikkinchi gulini ham ko'rishlaring mumkin. Bu ham vobshe chiroyli. Liboy remontga tushaveradi, aboyga ham, attachentoga ham. Uylaringni yana ham ochib yuboradi sveti. Bu o'rta kachistavadagi gilomimizni 3-guli bo'ladi. Bunisini ham ko'rishlaring mumkin. Gullari nihoyatda tiniq chiqqan. Buni guli o'rtada bitta ekan, o'lchamiga keladigan bo'lsak 3,5 metrga 6,5 metr bo'ladi uzuni. Buning narxini o'zimiz bozorlarda 2 million 500 minggacha sotyapmiz. Hozir chegirmada narxi 1 million 850 ming so'm. Bizdan eng hadavoy sotiladigan o'lcham 3,5 ga 5 metrlisi bo'ladi. Buni ko'rishlaring mumkin. Gullari oxirgi gullar, yangilik. Qalinligi ham yaxshi bo'ladi. Buni ham bemalol 15 yil, 20 yil ishlaydi. Xizmati yaxshi gilom. Chekkalari kojali bo'ladi. Qalinligi, zichligini ko'rishlaring mumkin. Buni ham kesalaring yaxshigina chegirma qilib beramiz. Buni ham bundan tashqari yana 3 xil, 4 xil gullari bor. Razmeri eng hadavoy sotiladigan 3,5 ga 5 metr bo'ladi. Buni narxini o'zimiz ham 3 million 500 ming so'mdan sotamiz. Shu 5 kun ichida kelib ulgurganlar uchun atiga 2 million 650 ming so'mdan qilib beramiz.
Buni bu gulini ham ko'rsatib o'raylik. Bu gulini ham ko'rishlaring mumkin. Hozir hammaga birdek yoqayotgan guli. Ham kirchimol, ham och svet mana shu bo'ladi. Eng hadovoy sotayotgan gulimiz mana shu. Bunisini ham o'lchami 3,5 ga 5 metr bo'ladi. Juda ko'pchilik 3,5 ga 5 metr uy solgan, ko'p sotiladigan razmer mana shu. Buni ham narxini chegirmada 2,650 mingga olsalaring bo'ladi. Buni ham 3 ga 3 o'lchamidan 4 ga 9 o'lchamigacha bor. Bundan tashqari bizda hamyonbop bo'lgan gilomlar ham bor. Ularni ham hozir bir qator ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga. Bundan oldingi videoda qo'yib berdim. Yaxshi tushunmaganlar uchun yana qo'yib beraman. Hamyonbop bo'lgan gilomlarimizni ko'rishlaring mumkin. Ranglari oxirgi gullar. Uzuni 4 metr bo'ladi, eni 3,5 metr bo'ladi. Bozorlarda narxi 1,2 ming so'm. Rostcha aynalib talashib olganingizda 1 millionga olasiz. Biz YouTube'dagi obunachilarimiz uchun atiga narxi 700 ming so'm. Buni ham muddati 20-maygacha. Buni yana 2 xil 3 xil gullari bor. Hozir ularni ham ko'rsataman. Bu ikkinchi rasvetkasi bo'ladi. Buni ham ko'rishlaring mumkin. Bu ham gullar, oxirgi gullar. Narxi 2 millionlik gilomlar bilan guli pashti bir xil. Buni ham narxi hozir chegirmada atiga 700 ming so'm. Bular sal och, bizga sal kirchimolroq kerakdiganlar uchun kirchimol sveti ham bor. Hozir sizlarga uni ham ko'rsataman. Dastavkalarimizga keladigan bo'lsak, dastavkalarimiz Andijonga, Qo'qonga, Namanganga ishlayapti. Hozir Surxondaryo, Qashqadaryolarga yo'q, chunki pochtalar jicha muammo yoki pochta gilom narxi bilan pastga bir xil tushib qolyapti. Agar u tomonlarga dastavka chiqsa, aniq videolarda aytib qilib sizlarga tushuntirib o'tamiz. Orqalari gilomimiz to'liq tushuntiradigan bo'lsak, orqalari kanopli bo'ladi. Eng kamida rostcha ishlatganingizda 5 yildan 8 yilgacha ishlaydi gilomimiz. To'qimasi yaxshi. O'sha oldin eskidan chiqqan Madonna gilomimizning yangi gullari bular. Buni ham narxi chegirmada atiga 700 ming so'm, o'lchami 3,5 ga 4,5 bo'ladi. Bularning o'lchami 3 ga 4 dan tortib 4 ga 6 o'lchamigacha bor. Kichkinalari endi to'yana gilomlar 2 ga 3 bo'ladi. Kvadrat narxi atiga 50 ming so'mdan bozorlarda eng kamida 65 ming, 70 minggacha sotamiz. Bu o'lchamimizni ham bitta ko'rishsinda kuzatuvchilarimiz. 3,5 ga 4,5 metrlik o'lchamda bo'ladi. Bu ham hadovoy eng ko'p ketadigan bozorda sotadigan o'lchamimiz. Buni narxi 800 ming so'm bo'ladi. Uzuni 4,5 metr bo'ladi, eni 3,5 metr bo'ladi. Bozorda 1,3 ming so'm atrofida sotamiz. Buni ham gullaridan 5-6 xil bor. Kelib xohlaganlarini tanlab olsalaring bo'ladi. Dastavkalarimiz 150 ming so'mdan 250 ming so'mgacha Andijonga, Namanganga, Toshkentga bor. Farg'ona shaharicha keladiganlar uchun Farg'ona shahariga mutlaq bepulga tashlatib beramiz. Dastavkalarimiz o'zimiz tomonlarga bepul. Bu qaysi guldan ekan? Bu kirchimoli bo'ladi, mana shu ustidagi gilomda. Buni ham ko'rib turinglar sizlar. Hozir men sizlarga endi 3 metrlik bizdan ko'p so'rashdi. 3 ga 7 qalinroq, o'rta qalinlikda bo'lgan kachestvani olib chiqib ko'rsataman sizlarga. 3 ga 7.
Metrajlilarimiz keladigan bo'lsa, kvadrat narxi 50 mingdan boshlab 250 minggacha Farg'ona shaharcha o'lchab olish, shashna xizmatlari ham bor. Ular kelishilgan holda bo'ladi. Bemalol telefon qilib aniq ma'lumot olsalaring bo'ladi. Buni ko'rishlaring mumkin. 3 ga 7 metr bo'ladi. Sifati o'rta qalinlikda Samarqand Sak zavodida ishlab chiqarilgan. Gullari ikkitadan buni ham. Buni narxini 2 million 600 ming so'm atrofida sotilyapti. Bizda chegirmada atiga narxi 1 million 800 ming so'm. Ikki boshi popiylik bo'ladi. Misol uchun joyingiz 720 shunaqa bo'lib qoladigan bo'lsa, popiga bemalol 10-20 sm da yopib yuboradi. Videoda misol uchun sizga tushadigan o'lcham chiqmagan bo'lsa, telefon qilib aniq ma'lumot olsangiz bo'ladi yoki telefon qilib kelsangiz o'zingizga yoqqan variantda ishlaringizni bitkazib beramiz. Undan tashqari bizda kattaroq kvadrat yoki ko'p yuriladigan ayvonlarga delta mahsulotlarimiz ham bor. Bularda ham eni 80 dan tortib eni 4 metrligigacha mavjud. Ularda ham kelib o'zlaring yoqqanini olsalaring bo'ladi. Bularda ham 5-6 xil o'lchami bor. Undan tashqari bizda ayvonlarga ko'p solinadigan bunaqa mayda gul so'raganlar uchun ham bulardan ham bor. Bularda kvadrat narxi 75 ming so'mdan sotilgan, hozir 50 ming so'mdan. Buni eni 80 dan eni 4 metrligigacha mavjud. Bizda 3 ga 3 dan tortib, misol uchun 3 ga 6,5 mana shunaqa razmerlar muammo bo'ladi ko'p joyda. 3 ga 6,5, 3 ga 7, 3 ga 8, xullas 3 ga 7,5 hamma o'lchamda gilomlarimiz bor. Qalin gilomda ayniqsa razmerlarimiz ko'p. 2,5 ga 5 avvalliklarga keladigan bo'lsa, 1 ga 1 dan tortib 3,5 ga 5 o'lchamgacha bor. Avvalliklar faqat qalin katsitivada chiqadi. Bizda qalin katsitivada ko'proq. Videoda misol uchun kimdirning o'lchamini ko'rsatib o'talmagan bo'lsa, telefon qilib, aniq qilib ma'lumot olsalaring bo'ladi yoki o'zlaring kelib, ustida ko'rib xarid qilsalaring bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Yana ham yangilik ilomlarni olib chiqib ko'rsatamiz bundan keyingi videolarda.